Assalomu alaykum. Ismim Izzat Shukurov, Yandex O'zbekiston rahbariman. Yangi yil yaqinlayapti. Endi eng muhim so'zlarni aytadigan payti keldi. Avvalo, sizlarga katta rahmat deb aytmoqchiman. Har kuni ishga qatnayotganda, uyga qaytayotganda, oziq-ovqatlarga buyurtma berayotganda, har xil savollaringizga javobni bizni qidirayotganda, musiqa tinglayotganda, film ko'rayotganda, har kuni bizni ishlatayotganingizda bu bizning ishimizga juda katta ma'no beradi. Sizlarga katta rahmat demoqchiman. Bu ishonch biz uchun juda qadrli va bizning ishimizga ma'no beradi. Har bir servis ortida insonlar turadi. Ijrochilarga katta rahmat deb aytmoqchiman. Artistlar, mualliflar, tadbirkorlar, o'zini ishini rivojlantirayotgan insonlarga katta rahmat. Ayniqsa haydovchilar va kuryerlarga ham katta rahmat deb aytmoqchiman, chunki qanaqa ob-havo bo'lmasa, issiqda ham, yomg'irda ham, sovuqda ham sizlar boshqa insonlarni hayotini ancha osonlashtirib berasizlar. Siz bizning servislarimizning asosiy kuchisizlar. Sizlarga katta rahmat. Biz bilan ishlab kelayotgan jamoaga ham katta rahmat deb aytmoqchiman. Ishonasizlarki, texnologiyalar odamlarning hayotini osonroq qilishi kerak. Texnologiyalar odamlarning hayotida yaqinroq bo'lishi kerak deb. Bu yil Alisa o'zbek tilida gapiradigan bo'ldi. Qidiruv yanada oson bo'ldi va bizning servislarimiz butun mamlakat bo'yicha yanada qulayroq, yanada osonroq insonlar, odamlar uchun bo'ldi. Bu albatta sizlarning katta yutug'ingiz. Sizlarga katta rahmat. Yil yakunida aytadigan narsa bitta. Biz birgamiz. Birgalikda biz kattaroq narsalar ham qila olamiz, ko'proq narsalar ham qila olamiz va katta natijalarga erisha olamiz. Biz bilan bo'lganingiz uchun katta rahmat deb aytmoqchiman hammanglarga va kelayotgan yangi yillaringiz muborak bo'lsin.